O'smir yoshidagi o'g'il farzandi bor ota-onalar bu videoni ko'rishingiz shart bo'ladi. Siz har doim o'g'lingizni tanqid qilgan vaqtingizda uni miyasida og'riq markazi bor va aynan shu og'riq markazi faollashadi. Bu nima degani? Tasavvur qiling, o'smir o'g'lingizni siz tanqid qilasiz, uni foydasiga. Bu uni qiziqtirmaydi. Miyani aynan shu og'riq markazida bitta qizil yonib turadi. Xavf degandek. Va aynan shu xavf bo'lgan vaqtda qaysidir bola qochadi, qaysidir bola gap qaytaradi, qaysidir bola indamay o'tirishi mumkin, qaysidir bola yana butunlay boshqacha harakatni qildirishi mumkin, xuddi psixopatga o'xshab narsalarni sindirib yuborishi mumkin. Yana qaysidir bola o'z qobig'iga kirib, telefonning ichiga kirib ketadi. Sizni farzandingiz bilan bo'layotgan munosabatda eng muhim tushunishingiz kerak bo'lgan bitta qoida er va xotinga ham tegishli bu. Ota va onaga ham tegishli. Ya'ni bu bolani tanqid qilishdan oldin uni tushunishga, eshitishga va qo'llab-quvvatlashga harakat qiling. Xato bo'ladigan bo'lsa, chiroyli, o'zi tushunadigan darajada tushuntirishga harakat qiling. Siz farzandingiz bilan munosabatda qanday yo'l tutasiz? Tanqidmi, tushunishmi yoki his qilishmi? Izohda yozib qoldiring.